Ayxon ana qon elish uyiga kirdi. Qon elish uyida bir sestra qiz kompyuterda mashg'ulot qilayotgan bo'lib, Ayxon onani ko'rib, "Bira ishlari bormidi?" deb so'radi. Ayxon ana gap qilmay, qo'ldagi qog'ozni sestra qizga tangladi. Sestra qiz bir qog'ozga qarab, bir Ayxon onaga qarab, nayt hayron bo'lgan bo'lsa-mu, ortiq gap so'ramasdan, "Qani, bu yerda o'ltirsizlar." deb bir o'rindiqda o'ltirg'izib, Ayxon onadan 2 quta qon oldi va Ayxon onaning qo'liga bir parcha qog'ozni berib, birinchi qavatdagi pul elish ko'znikiga berishni aytib, yo'lga soldi. Ayxon ona pastga tushib bo'g'icha, ko'zlari xiralishib, boshlari qiyib, put-qo'llarida jon deydigan narsa qolmagan bo'lsa-mu, o'zining bu doktorxonadan sog'-salomat mengib chiqishini o'ylab, g'ayratga kelib, pul elish ko'zniki oldiga kelib, qo'lidagi qog'ozni ichidagi sestra qizga tangladi. Sestra qiz Ayxon onaning qo'lidagi qog'ozni elib, necha minut hisoblash orqali Ayxon onaga bir muncha pulni sunib, "Mana apa, 5800 yuan bo'pti." Ayxon ona eg'ir tenini so'rab, jonsiz qo'llarini sestra qizga sunib, sestra qizning qo'lidagi pulni oldi. "Rahmat qizim, rahmat." deb nahayt xushal xuram holda doktorxonadan chiqdi. Ayxon ana o'g'lining o'qish ishining hal bo'lganligidan nahayt xushal edi. Ayxon ana o'g'li uchun, yo'q, bolalari uchun heligu qinikan o'lishga rozi edi. Demasimi, qandoq bir ana o'zining farzandlari uchun nima ishlarni qilishni xohlamaydi? Albatta, mushu Ayxon anamo uning sirtida emas. Amdilik 45 yoshlarning qarsini olgan Ayxon ana shu rahimsiz yillarning iznalarini go'zal chehraga o'rnatgan emasmi? Uni 45 yoshlarga kirdi desigu ishonsin. Ayxon ananing hozirgi holatidan uni tonimaydiganlar 60 yoshga kirgan o'xshaydi deb qilishi turg'ali gap. Bayamqi sestra qizlarmi cho'ng apa devatmamdi. Turmushning imtihonlari Ayxon anani mushalga tushirib qo'ygan edi. Ayxon ana yana shu kelgan yo'lni bo'ylab eshak harvisini bog'lab qo'ygan tarafga qarab mangdi. Kim o'ylagan? Yo'l yerim bo'la bo'lmayla havo birdamdili o'zgarib, nurli quyoshning atrofga chechayotgan nurlarini quyuq qor bulutlar to'sib, necha minutdan keyin osmon xuddi o'rilib tushdigandek guldirlab, chaqmoqlar chiqib, yomg'ir shiddat bilan quyilishga boshladi. Texi bayli doktorxonadan chiqqan Ayxon ana put-qo'llarda jon deydigan narsa yo'q, tez mang'almasimi, yomg'irda turishdan bir joyni tepib panohlanishni afzal bilib, daldalanmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, atrofda yomg'irda panohlangudek bir joyning qarsimi ko'rinmaydi. Ayxon ananing butun badallari chelakda suv quyayotgandek chiliq-chiliq ho'l bo'lib ketgan edi. Ayxon ana amalsiz mengishga majbur bo'ldi. Yarim soatlardan keyin eshak harvisini bog'lab qo'ygan yerga keldi. Ayxon ana eshakning qishig'i kelishiga eshak Ayxon ananing kelganiga xushal bo'ldimi yoki dardini to'kiyotamdi, aytavur nechini hangrab ketdi. Ayxon ana eshakning org'amchisini yeyishib, uy tarafga qarab mangdi. Osmondagi qor bulutlar tarqab, yomg'ir bara-bara to'xtashga boshladi. Bu vaqtda qorong'i tushib bo'lgan bo'lib, atrofdagi eriq o'stanglardan paqlarning kurildigan, chakatkilarning chiraldigan ovozlari anglanib, bu timtas kechini bir xil sur bostirib Ayxon ana bo'lsa, xo'shalligi ichiga patmay, yosh vaqtlardek naqshi aytib ketdi. Etib, chehradan kulki tabassumlari jilvalangan holda eshakni nachini urib qo'yib, yo'llarini davom qildi. Eshakning to'xtab, siyishi va hangrishi bilan sesiq purab, sat ovozdan Ayxon ana uyg'onib ketdi. Ayxon ana nayt charchab ketgachga ham tamoq yemay, ya bir yutum suv ichmay,
Onun ustiga qon elish ishlari qo'shilib, Ayxon onani o'likdekli qilib qo'ygan edi. Ayxon ona ko'zlarini asta ichib, atrofga sinchilab qaradi. Oy, uy oldiga kelib bo'ptimizda. Hey jonivor, sen uy oldiga kelganda meni uyg'otibsan-da. Eshik yengil yepiqliq, lekin ichidanmi qolib silinmagan bo'lib, kichik ko'takdan birini qo'yib qo'ygan edi. Ajabmi aqlliq bolalarda bu. Anam kelsa jafo tatib qolmasin debdi-da. Ayxon ona ishni yengil ittirdi. Eshik nayt sat ovoz chiqarib ichilgan bo'lsa-mu, bolalar turayotgan uy eshikdan yiroq bo'lg'achqa, bolalarning orom elishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Ayxon ona eshikni bog'lab, o't-cho'p berib etib, eg'ilning ishkini taqab, 2 qadam menishiga beshi qiyib yiqilib tushdi. Ayxon ona sirtda bir kecha o'ssiz yotdi. U asta ko'zini ochgan edi. Atiganlik tang shafqatidagi qizg'ish nurlar Ayxon onaning ko'zlarini chaqnatib, ko'zlarini ochishga zodila fursat bermayotgandek qiladi. Ayxon ona tunugin bir kecha yomg'irda qolg'ishqimikin bahli qizib, butun badallari o't otash bo'lib ketgan edi. U o'rnidan turishga shuncha tirishgan bo'lsa-mu, lekin o'rnidan turishga kuch mag'duri zodili yetmayotgandek qiladi. Yataq uyning eshigi nayt satg'ichirlab ichilib, ichidan Azhar tez suratda yugurib uyning orqasiga chiqib ketdi. Qarg'anda uning hojati qistab ketgan chig'i. U aldirashchilikda onasiga qaramadi. Necha minut o'tgandan keyin Azhar kirib keldi. Biroq bu qatimmi onasini ko'rmadi. Uyga kirib ketay degan Azhar Balam degan ovozni anglab, qarabli cho'chib ketib, akasini chaqirdi. Aka, tez bu yoqqa chiqa. Buni anglagan Azmat, "Ha, ne bo'ldi? Ko'p kunduzda qo'rqdingmi? Naring erkak sening, ha?" deb qaynab ketdi. Azhar bo'lsa, "Aka, tez chiqa. O'ylida bir yetib qopti." "Nima deysa?" deb Azmat tezli uydan chiqdi. "Qani? Ana?" dedi yerda yotgan onasini ko'rsatib. Azmat jiddiylik bilan, "Ona, hey laqva, bu onamkan bu. Bayatim berib po'xtasab turg'icha qarsang bo'lmasmidi? Tez bo'la, yo'lab uyga kirayli." Buningcha uyda uxlayotgan Azmatning singlisi Ayshamgulmi uyg'onib, sirtqa chiqib, "Ana, canım ana. Neymiş bo'ldi canım ana? Nim bo'ldi ana?" deb yig'lab ketdi. Azmat bo'lsa, "Bo'ldi, yig'lama. Tez. Onam bahli qizib ketibdi. Ayshamgul, tez bo'l. Uyning ichidagi ishkapning tartmasida qizning dorisi bor. Dorini elib, tez choy qaynatgan. Azhar, sen onamni uyga kirish berib, o'tini kelib Ayshamgulga onasini uyga akirib, kangning ustiga yotqizdi va lungini o'stangdan apkirgan muzdek suvga chilab, onasining beshiga qo'ydi. Yarım soatdan keyin Ayxon ona hushiga kelib, ballarning yanada turganligini ko'rib, nihoyat mamnun bo'ldi. Azmat onasining hushiga kelganligini ko'rib, nihoyat xushal bo'lib, "Onam hushiga keldi. Onam hushiga keldi." deb boshqa ini singillarni chaqirdi. Ularmi xushal bo'lib, "Ona, qandaqroq tursa, bizni bag'li ansiratding jumo?" dedi Azhar. Ayshamgulmi yig'lab, onasining qo'llariga so'yib ketdi. "Bo'ldi, Ayshamgul. Tez bo'lsinglar. Do'rni akal. Opam ichib olsin." Do'rni Ayxon onaga ishkizdi. Azmat bo'lsa, "Ona, qo'rsqing ochdimi? Qo'rsqing ochgan bo'lsa, sana o'z qo'lim bilan tamoq etib beray." "Bo'ldi balam, avara bo'lma," dedi ona. Azmat onasining unmug'iniga qaramay tamoq tutish qildi. Ayxon ona yo'q degan bilan, lekin qo'rsiqi echib, putqollarda jon deydigan narsa yo'q edi. Yanada shu ballarni jafo tortib qolmasin degan edi. Mana bu vafodor ballarning chevar qo'llari orqali o'xshagan mezlik tamoqmo tayyor bo'lgan edi.
Ayşamgül bir qacha o'xshagan tamoqni Ayxon onaning oldiga keldi. Ayxon ona bo'lsa tamoqqa qarab turib qoldi. Azmat onasiga qarab, "O'xshamabdimi ona?" deb so'radi. Ayxon ona, "Yo'q bolarim, bu men umrimda yegan eng esil tamoq" deb ko'zlaridan yoshlar sirg'ib tushdi. Balalarning yaxshi kutishi bilan Ayxon onaning kesilimi yaxshi bo'lib ketgan edi. Aradan 3 kun o'tib ketdi. Azmatning ishkirga o'qishga mangdigan vaqtimi oz qolgan edi. "Azmatjon bolam, bu yoqqa kira." Sirtda o'tin keslayotgan Azmat onasining chaqirishi bilan tez qadamlar bilan "Ha ona" deb uyga kirdi. "Bu yoqda o'ltir." "Ma'qul ona" deb Azmatmo miskin ko'zlarini onasiga tikkan holda onasining yanida o'ltirdi. Azmat onasidan uzun ayrilganligini o'ylasa, ko'ngli yerim bo'lib, shu mehribon bechora onasini tashlab qo'yib, yiroq joyga berishga yuragi yo'l qo'ymayotgandek qiladi. "O'g'lim, nim bo'ldi? Mijozing yo'qmi?" deb Azmatning o'y xiyollarini qayoqlargadir uchirayotgan edi. "Yo'q, hech bo'lmadi apa." Azmat xiyollarini onasidan yoshirayotgan bo'lsa-mu, lekin Ayxon ona bilib bo'lgan edi. Umi odamda. Ayxon onamo o'g'ildan uzun ayrilganligini his qilib, ko'ngli yerim bo'lib, azoblanib, shabnam tomchisidek yoshlari ko'zlariga kelib qolgan bo'lsa-mu, o'g'lini teximo azobga qo'ymaslik uchun hasratli ko'z yoshlarini majbur yutibdi. Azmat onasiga qarab, "Mening salomatligim yaxshi" dedi. "Ha, undaqda yaxshi bolam. Sen menga deganga yana necha kun qoldi?" "2 kun qoldi apa." "Bo'pti bolam. Men pulni tayyor qilib qo'ydim. Sen xalqning yurtiga chiqmoqchi bo'layotsan bolam. Ishing bo'lmasa sirtqa bey chiqma. Yomon odamlar bilan aralashib qolma. Bolam, yomonga yo'liqsanga yorisdi. Qazonga yo'liqsan qarisi degan gap bor. O'zingga obdan ko'ngil bo'lib, jamiyatga yaramliq odam bo'lishingni umid qilaman bolam" deb nurg'un tarbiyalarni berib, uni yo'lga silish tayyorligini qildi. Afsus, ming afsus. Ayxon ona o'g'lini o'qishga emas, balki barsi kammas yo'lga, ya'ni halokat yo'liga kirib, shu halokat yo'lida o'zining yoshlik bahorini xazon qildiganligini Ayxon ona emas, balki Azmatning o'zining uxlab tushigimi kirmaydi. Ayxon ona o'g'lining boshqa savodoshlarining oldida yerga qarab qolishidan ansirab, bugun dal yezning bozor kuni bo'g'ashqa Azmatning unimig'iniga qaramay zo'rlab bozorga berib, Azmatga yangidan bir qur kiyim setib oldi. Bozor shunchalik qizigan, rangarang kiyim-kechak va volvul qilib turgan rahmatlar illiq quyoshning nuridan nur chiqarib, bozorning husniga texmi tuz qo'shib, bozorning ichini balakchilik chiroyli qilib o'tgan edi. Ayxon ona uyda qolgan o'g'li bilan qiziga chiroyli kiyim-kechak elishni shuncha orzu qilgan bo'lsa-mu, pulning Azmatga yetmasligidan ansirab, bu xiyollardan voz kechdi. Azmat bilan oldiganni elib uyga qaytish uchun bozorning darvozasiga oz qolgan vaqtda bir ambalning to'piga sapseriq butun qo'yning kovupi qo'yilgan. Yanda do'pi kiyib olgan, burutlari lavlarni yugib olgan, ko'zlari o'ltirishib ketgan bo'lsa-mu, bir xil muloyimlik chiqib turadigan uzun ko'n zamonning paltosini kiyib, belini sharpadan mahkam bog'lab olgan, chiroydan oq ko'ngillik chiqib turadigan bir o'ttir yosh odamning ullik ovozda "Kasla, mehmon kasla, paxlon qo'yning kopi, yana kelib erkak qo'yning kopi, kasla, og'izlariga tetimisi bekodin" deb og'ziga tegmay maqtagan ovozlari odamning quloqiga o'dilli keladi. Ba'zi odamlar qarab o'tib ketsa, yana ba'zi odamlar kirib, bu cho'ng qo'yning mezilik o'xshagan kopini tetib beqish uchun oyog'i uzilmay kirib ketib boradi. U ullik to'lg'an ovozlarni Ayxon ona Azmatmi anglagan edi. Azmat mang'ach mizlik kovopning hidi burniga kirdimi yoki uzundan beri go'shab baxmag'achqimi, o'zimni sezmagan holda to'g'layotgan kovopning oldiga qarab soldi. "Bolam, qo'rsiqing ochdimi?" Azmat chandurmasdan. "Yo'q ana, ochmidi"
Bo'pti amasa. Ayxan ana aldığı 2 qadam menib bo'lib to'xtab qoldi. Ana, nima bo'ldi? dedi Azmat. Yura o'g'lim. Kavobning puruqini purab, eg'izlaringga seriq suv kep ketgandi. Yura, menish oldida tursang, elib beray. deb kavobxona tarafga qarab mangdi. Aziz ağlarman, Ayxan ana yana qandaq qiyinchiliklarga yoki qandaq iza ahanatlarga uchrar. Azmatni o'qishga tinch aman avatalam. Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz davomida bo'lsin. Ayxan ana kavobxonning oldiga kelishiga eliq kavobchi "Acha, o'xshagan kavob qovurg'isidan 5 kilo akrayma?" dedi xush tabassum bilan. Ayxan ana "Voy ustam, bizni kala ko'rib qolama. Bir jing bo'lsa bo'ldi." deb ortiqcha gap qilishni xohlamay ichidagi ustalga kirib o'ltirdi. Necha minut o'tgandan keyin mulozimning ko'tirib kirishi bilan mezlik bir taxsi kavob Ayxan ana bilan Azmatning oldiga qo'yildi. "O'g'lim, ala, qo'rsqingni to'yg'izib ol." deb qarab o'ltirdi. Azmat onasiga nayt amroq bo'g'achqa burundan tartib tamoqqa oldi bilan onasining eg'izi tegmasa zodila tamoq yemaydi. Shunga bu qitimmo Azmat Ayxan anaga qaradi. Azmatning bu qarashini tushungan Ayxan ana "O'g'lim, mening qo'rsqim zodila oshmadi. Sen yevergina." Biroq Azmat Ayxan ananing qo'rsqining kirildigan ovozini xeyli burunli anglab bo'lgan edi. Azmat chandurmay "Men yog' yemayman" deb kichikini yog'ni bahona qilib kavobning yermini Ayxan anaga tutqizib qo'ydi. Ayxan ana Azmatga qarab kulimsirab qo'ydi-yu, yuragidan chiqqan ta'sirli ko'z yoshlarini ichiga yutib etib "Rahmat jinim o'g'lim" deb azroq yeb yenidan bir sulyav xaltini chiqarib soldi. Azmat ansiq qarab hammani tushunib ortiq gap so'ramadi. Ayxan ana kavobning pulini to'lib etib Azmatni elib bozordan chiqdi va eshakni to'xtatib qo'ygan yerga berib eshak chiqib uyga qarab yo'l oldi. Ayxan ana eshakni haydab 1-2 soat mang'andan keyin uyga keldi. Azhar bilan Ayshamgul onasi bilan akasini ko'rib nihoyat xush bo'lib ketdi. Azhar onasini ko'rib xush bo'lsa, Ayshamgul onasi ko'tirib olgan xaltaga qarab nihoyat xush bo'lgan edi va "Bizga kiyim setib oldingizmi? Akili ana, men ko'rib boqay." Ayxan ana nihoyat xijil bo'lgan holda og'ziga gapmi kelmagan edi. Onasiga erkilab xaltini oldi. Xaltini birma-bir ko'rib chiqdi. Ichida akasining kiyim-kechaklari, o'qish materiallari turganligini ko'rgan Ayshamgul yig'lab tashladi. "Qiz bolaning ko'ngli shunchalik nozik bo'lamdigandi. Qachonlik qarsa yig'lab yurgan. Onamda pul bo'lgan bo'lsa, bizni ayirib qo'ymagan bo'ladi. Sen bo'lsangmi, onamni xijil qilmasang bo'lmamdi o'maqsinglar." Ayshamgul akasi Azharning gapini anglagandan keyin yig'isini to'xtatib "Kechirgin ana, men xato qildim" dedi. Ayxan ana "Bo'ldi, o'ma qizim, hech qisi yo'q. Akangni maktabga yo'lga selib olgandan keyin yana pul tepib, sizga chiroyli kiyimlarni elib beray ya qizim." Ayshamgul boshqa gapmi qilmay "Ma'qul ana" dedi. "Harost, mau kavobni ishkanglar birli yig'la" deb kavobni Azharga tutqizib qo'yib, kashf tamoqqa tutish qildi. Illiq quyosh nurining sehiy nurlari zaminni yo'ritishi bilan Ayxan ananing yurak parsidan ayrilish minutlarimi oxiri yetib kelgan edi. Ayxan ana atdiganda sahar turib Azmatni yaxshiroq yigizib yo'lga selish uchun tamoqqa tutish qildi. 1 soatdan keyin o'xshagan meslik poloning hidlari atrofni bir oldi. "Va, nima degan mazzilik quruq bu ana? Polo etibsana?"
deb qo'yib chelakni ko'tarib suv elish uchun mangdi. Bu bolalarmi qo'llarini pokiz yuvib o'ltirdi. Ayxon ana tomoqni qochig'i ustiga sirtdan "Odam bormi?" degan ovozlar tangli anglanib, bir qancha salobatli kiyingan Ayxon anaga notunish kishilar kirib keldi. Bu Azmatjonning uyi bo'lamdi. Ha, mushu. Men uning onasi. dedi. Kostyum kiyib taqavalgan ko'zoyniki kiyib kostyumiga to'limi moslashgan salobatli birsi shundoq dedi. Ha, qizim, akalaringni chaqirib chiqa. Ayxon ana shundoq deb ularga qaradi. Ha, men Azmatning muallimi. Bular mening xizmatdoshlarim. deb ularni bir qur tanishtirdi. Azmat o'g'lim, mualliming keldi. Tezroq chiqa uydan. Uy ichidan Azmatning "Ha, ana, mana hozirla" degan ovozi anglanib, necha minutdan keyin onasi yangidan elib bergan kiyimni kiyib, muallimlarning oldiga chiqdi. "Voh, mana cho'p jonli yigit bo'lib ketibsan", dedi Azmatning muallimi. Demisimi, bu yigit yangi kiyimlarni kiyib, boshqachilik kelishgan bo'lib ketgan edi. Azmat xijil bo'lgandek gapni boshqa yoqqa burab, "Muallim, hozirlamoqamdoq?" dedi Azmat. "Ha, hozirman. Hozirmansaqmi, tushkicha oran noyiga berib bo'lamizmikan? Qanday tayyorliging putganmi?" dedi muallim. "Yo'q, undaq emas." Bularning gapini Ayxon ana uzib qo'ydi. "Kelsalar muallim, pologa eg'iz tegsalar." deb marvaytdek parqirab turgan necha taxsi poloni elib chiqdi. "Bo'ldi, hada. Biz bayli tamoq yeyolgan." Ular shundoq degan bo'lsa-mu, biroq Ayxon onaning zo'rlashi bilan bularmi tuzut qilmoqdan itoatni a'lo bilib, tamoqqa birga daxil bo'lishdi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin, Ayxonada o'ltirsizlar. Sizlarga deydigan gap bordi." "Qani desalar muallim, qo'li qimsiladi." Muallim gap boshladi. Bir qancha turlik masala bor hada. Desam bo'larmi, bo'lmasmi? Desam xo'shalliqlari xapliqqa aylanib qolamdikin deb ansirab qoldim, dedi muallim. "Davirim, gap yuzda yaxshi, usul tuzda deb tikan." "Ma'qul hada. Davirayamsa. Azmat bugun ketgancha qachon qaytib keldiganligini bizmi bilmaymiz. U to'liq o'tir maktabni bitirsa, oliy maktabga imtihon berdi. Balkim oliy maktabga chiqqanda yarim yilda bir qatim qaytib kelishi mumkin." Ayxon ana muallimning gapini anglab, o'zining o'g'lidan 3 yil yoki uningdan uzoq ayrilganligini o'ylab, ko'ngli nayt yerim bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu sig'inish azoblarini biroqli ichiga yutib etib, "Mayli muallim, yaxshi o'qiy olasizlar. Jamiyatning yaramliq bir faxri bo'la olasizlar. Yiligu 3 yilkan, 10 yilgacha qaytib kelmasam, bu sig'inish azoblariga men bardoshlik bera olmayman." dedi Ayxon ana. Boshqa muallimlar nayt xush bo'lgan holda, yaraysiz ada. Biz mush ishdan nayt andish qilgan. Bu andishimi biroqli tugidi. Hada, 10 yil emas, to'liq o'tirni puturib, oliy maktabga chiqqanda yarim yilda bir qatim qaytib keladi." "Undaqda yaxshi bo'pti. Men sizlardan xushal bo'ldim. Rahmat sizlarga." dedi Ayxon ana. "Bu bizning qilishga tegishli ishimiz ada. Rahmatni biz sizga etsak to'g'ri bo'ladi." "Siz bir qaysar ana. Sizdek ulug' bir ana bu dunyoda kamdan kam uchraydi. Bir uyga to'rik bo'lib, bir oilaning yukini qamdamoq bir ayol uchun oson ish emas. Yana kelib, bolalarni sog'-salomat qatoriga qo'shib, maktabda yaxshi o'qitib kelyapsiz. Siz bir munavvar ana." dedi boshqa muallimlar. Buningga agishib, "To'g'ri, bizmo shundoq o'ylaymiz." Hammasi o'rnlaridan turib, eshik oldiga chiqdi. Ayxon ana xijil bo'lgan holda, "Ustozlar, sizlar avara bo'lib kelganga yarasha qattiq quruq bo'lib qoldi. Biz dehqon xalqning holi kunimiz mushu ekan." deb xijil bo'lib yerga qarab oldi. Biroq bu ustozlar uchun eng esil tamoq hisoblanadi. "Unda emas edi. Bu men yegan eng esil bir vaqt tamoq", dedi muallim. Ayxon ana Azmatga qarab, "O'g'lim,
Safar yiroq, o'zingni asra. Dorangni oldingmi? Oldim. Rahmat ana. Hamma narsalarni to'liq oldingmi, o'g'lim? Ha, to'liq oldim ana. Deb Ayxon onaga qaradi. Azmat onasining ko'zlariga qarab, onasining ochiq azoblarini his qilgandek bo'ldi. Azmat o'zining onasidan shuncha uzun ayrilganligini o'ylab, o'zini zo'rg'a besib olishga shuncha tirishgan bo'lsa-mu, lekin ayrilish oldidagi ko'z yoshlarini tutishga ojiz keldi. Ayxon ana bayatın beri o'g'ilni azoblanmasin deb o'zini shunchalik tutib olgan bo'lsa-mu, biroq ona balliq mehri ustun kelib, o'zini tutolmay Azmatni bag'riga besib yig'lab ketdi. Ayxon ana Azmatga qarab, "O'g'lim, chidamliq bo'l. Sening musafang bekli uzun. O'g'il bola degan yig'laydigan ishlarga tez pukmaydigan. Dadangdek chidamliq bo'l" deb turishiga keyindan "Yaxshi, yaxshi" degan ovoz bilan tan qo'shilib chavoq kelindi. Ayxon ana hayronlik bilan darhol orqasiga qaradi. Orqada rahmatli yo'ldoshining cho'ng singlisi chavoq kelib, masxir aralash tishlarini kalchaytib turadi. "Voy, Ayxon, safarlari qayoqqa? Yaqindan beri beyib qolgan o'xshamanlar. Beyxon, qara tixim mavi bolani nega yo'lga solmoqchi?" dedi Tursungulxon zaharni chechib. Ayxon ana bo'lsa, bu gaplardan sal xijil bo'ldimi yoki boshqa sababmi? "Shu o'g'lim Azimat ichkaridagi to'liq o'tir maktabga o'tgan. Bugun mangadigan kuni edi. Shunga bu bolani yo'lga solay deb turgan." Ayxon onaning gapi amdila oxirlash bo'g'icha Tursungulxon Ayxon onaga qarab, "Voy, bu bolani ichkariga, ashu yotlarning yerga avazsak herkes bo'lmaydi jimi. Akam ketdi. Endi bunimi ashu yerga avatib tugashtiray deganma?" "Voy singlim, nima deganingiz bu? Azimat meningli bolam emas, balki sizning bir tuqqan akangizning bolasi. O yezi bo'yicha birinchi bo'lib, ishkari to'liq o'tir maktabga o'tdi. Acaba bu xo'shallik ish emasmi singlim?" dedi Ayxon ana. Tursungulxon masxir aralash holda, "Voy, katta ish bo'pti, baland ish bo'pti. Balag'o o'qitdi ekanlar. O'qish puliga jiq pul ketdi haqiqatdan. Ma'u to'sh holatlarga 4-5 ming pulni nerdan topala?" deb og'ziga tegmay qusur izlashga boshladi. "Undaqmi deb ketmasizlar, ukam. Sizlarning qishlariga borsam yo'q" dedi. Shundaqla bir muncha sesiq gaplarni yog'diribdi. Yo'lga soldilar. Hech bir urug' tuqqanlardan qarz ololmagandan keyin o'zim amal qildim. Tursungulxon bo'lsa masxir aralash qaqoqlab kulib etib, "Voy, o'zim amal qildim deysizlar. Sizlarning bu shaharda bir hokim Shangjang tuqqanlari borliqni hech bir anglamagan yoki mahalladagi kandining orasidan chiqolmaydigan non tilab yeydigan tuqqanlar berib turdimi?" Ayxon ana tasdiqda eg'iz ichib, "Yo'q, o'zim amal qildim. Mening tuqqanlarimni berib turishga amalsiz." Ayxon ana mushu gaplarni oran deyaligan edi. Chunki yanda bir muncha o'qituvchi ustozlar, xo'lim qo'shnilar qarab turadi. Ayxon ana boshqalarning oldida iza ahonat ichida yerga qarab, bir eg'izmi gap yondirmay turdi. Tursungulxon bo'lsa Ayxon onaning tishiga tegib, urushqili qusur izlab, sat gaplarni qilib tillayotdi. Ayxon ana hamma ahonatlarga bardoshlik bergan bo'lsa-mu, Tursungulxonning bir eg'iz gapi bilan Ayxon onaning ko'zlari chachrab chiqib ketadigandek yo'g'nab ketdi. Ko'zlarida liqqida yoshlar to'lib ketgan edi. Tursungulxon uningga, "Ha, ish aslida mundaqkanda. Kunda shahardan kelmay, bundoq jiq pulni nerdan topdikin desam, shaharga qatarab, boy oshnadan birini tutib, tiningni setib pul teptikan-sanda, u paskini buzuq. Sen akamning beshiga chiqqan. Endi akamning mushu orzuliq bolalarini
paskili qo'ling bilan bulg'ay demsan? deb haqoratlarni to'xtamay qilaverdi. Bu qatim Ayxon onaning nihoyat ochiq kelib, g'ururi sukut ustidan g'olib kelib, Tursuнгulxonga zarda bilan qaradi va "Voy ukam, bayatdan beri erimning bir qo'rsoq singlisi ekan. Mayli nima deysa davolson deb gap qilmadim. Nimandaq gap qilala. Ig'izlar xaladimi maynatgan g'usilini. Oshnan barliqini sila qandaq bilala. Ya sila kunni kaynimdan agishib, meni kim bilan uchrisha, kim bilan birga yotar deb qarab turgan o'xshamamla. Gapni-chu o'ylanib qilsala. Men gap qilmasda, eng yaxshisi uylarga qarab ketib olsala." dedi Ayxon ona. "Mavu gapni ko'ring. Men qarab turmasammi ko'radigan ko'zlardan nechisi bor ekan. Uning ustiga buzuqchilik qilmasalar, buncha ko'p pullarni qayerdan topdilar? Yo kechasi uxlamay bankning temini tashdilimi? Burunmi sen nesbasqurni akelmayli, to'y qilsa bo'lmaydi deb shuncha deysam, akamga yelimdek chaplashib elib, akamning beshiga chiqding." Bu gaplarni anglagan Ayxon ona o'zini faqatla tutanmay yig'lab ketdi. Azmatning onasiga qarab, ichi ochiq bo'ldimi yoki mav xotinning gapi uning g'ururiga tegdimi, darhol Tursuнгulxonga qarab, "Oy, tog'acha, tag'dan tag'i yaxshi debdi-ka. Mening va bizning oilaning ishlariga aralashmay, ham oqsoqol bo'lmay, berib umashlarni isila. Xuddi birsi silni chillab akagandek." "Huy, qara texi mavi yetimakni. Sening dadangga o'xshash ravrus erkak bo'ldimikin desam, anang buzuqdakla odam bo'psan-a?" dedi Tursuнгulxon. Azmatning yanida turgan Azmatning omoq sanglisi Oyshamgul tez berib Tursuнгulxonning putiga qattiq birini dasab, "Ey, oldigan qiyri, kimni buzuq devatsan? Opam degan dunyodagi eng ulug' inson. Senden bekle bezor bo'ldim." debla Ayxon onaning kayniga o'tib oldi. Bo'lmasa, bu besham xotin bu narsizmni urushdan yanmaydi. Ayxon ona Azmatni chaqirib, "Bo'ldi o'g'lim, takallashma. Tez man kechikib qolmay yana. Silmi ukam, yo'llarga ketib olsizlar. Bo'lmasa a'larda mush yeb ketmasizlar." dedi Ayxon ona. Ayxon ona Azmatni yo'lga silvetib, bu besham xotin bilan qaytadan bir deyishmoqchi edi. Elimo bayatdan beri yetkicha ahonat qilib tillagan bo'lsa-mu, Ayxon ona gap qilmay sukut ichida turgan edi. Azmatmi, boshqa o'qituvchi ustozlarmi Ayxon onaning ko'nglini sezgandek birdam turib qolishdi. Mana, bayatdan beri bir eg'izmi mo'rimigan Azhargimi til chiqib Tursuнгulxonga qarab, "Qara Tursun purpur, seni oshtaga, ocha deyishkimi tilim bormaydi. Sen onamni haqoratlashdan burun men o'zim qanchalik odam deb o'ylab baq. Ayni chog'da men nima ish qildim deb. Sen texi opamni buzuq rasvo davotamsa, ayni vaqtda qilgan yaxshi ishingning sababidan qo'rsqonda unib qilib, cho'ng dadam bilan cho'ng onam boshqalarning oldida yuzini ko'tarib yurolmagan. Cho'ng dadam yuqorqi mahalladagi oq ko'ngil, kambag'al tonishining o'g'li, yana sening hozirgi eringga bermagan bo'lsa, rostexi bikaga ommas mata, ommasa zo'lab sata degandek seni zo'lab bermagan bo'lsa, seziqnoming chiqib ketib, seni ermi ommagan bo'ladi. Hamda odam bo'lgan o'xshaysan." Bu gaplarni anglagan Tursuнгulxonning chiroylari tatirib, boshqa xulim qo'shnilarning oldidimi iza ham xijillikdan yerning tagiga kirib ketay deb qolgan edi. Azar yana Tursuнгulxonning eg'izini ochtirmay, "O'zingni bil, qo'ng'oni qis" debdi-ka. "Boshqalarning ishiga aralashma. Aralashsangmi loyiqida bo'lamdi. Sen xuddi o'zingni dunyoda men birla deb qolma. Dunyoda ochilmaydigan sirning yo'qligini his qilgan bo'lsang, taqa acha, seni eng oxirgi qitim hurmat qilganim bo'lib qolsin. Endi seni toki o'lgich ko'gim yo'q. Endi qilgan gaplarim ortiq ketgan bo'lsa, xafa bo'lmay, yo'llarga mangsizlar. Bu yerda sening ishlar bo'lmagan ekan." Bu gaplar bilan boyaqi gaplar qo'shilib,
Tursun-Gulxonning ish bag'ri o'rtinib, zahar yog'agandek bo'lib, Azharga qarab: "Hey, Harimi, sana bu gaplarni kim dedi? Av divani yo'lang tush onang deb bergan o'xshamamdi." Mushu gaplarni araliq qilib bo'libla, nomusning dastidan yig'iga arali ulgurib, ko'zlaridan yomg'ir tomchisidek yoshlar to'kilishga boshladi. Tursun-Gulxonning bu gaplarga Azharning ochiq kelib, yana eg'iz ochaymikin deb bo'g'icha Oyxon ona uning eg'izidan tutib oldi. Va "Ukam, qo'rq gap qilg'ucha yo'llarga mangsili bo'lmamdi. Bayatim beri sizga gapni qilmadim. Sizlar cho'ng, balalar kichik tursa, bu gaplarga xafa bo'lmay ketib qolsalar." deb Azharning qo'ldan so'rab tortdi. Tursun-Gulxon bo'lsa yig'lab, aytavur ko'zlariga qilgan girimlari eqib tushib, mushuk eqi o'xshab qolgan edi. Tursun-Gulxon yana gap qilay deb oldiga necha qadam mengshiga Oyxon onaning yenida turgan ustozlar: "Voy hada, bo'ldi qilamlar ya. Sening eg'izlari nima degan lavza? Nima degan ses qeg'iz? Bu ayol kishi bo'lgandan keyin ayol kishiga o'xshash, ona bo'lgandan keyin onaga o'xshash mehribonlik, savrchanlik, kuyimchanlik, estoshlik xislatlari bo'lmamdi deyman. Bugun biz maktabimizning faxrli o'quvchisi bo'lgan Azmatjonni ishkir to'liq o'tir maktabga yo'lga solmoqchi. Bayatim beri sening gaplarining hammani angladik. Sening qandoq ona, qandoq ayol ekanliklarini tonib, tushunib yetdik. Hozir biz aldirash, sizga ortiq gapimiz yo'q. Endi bizga uchrab qolmaslar. Bayatin qayoqdan kelgan bo'lsa, shu yoqqa yurib keslar. Bu yerda ortiq idamning lozimi yo'q." deb boshqalar bilan uydan necha metr yiroqdagi cho'ng yo'lga chiqish uchun mangdi. Aziz anlarman, Oyxon ona keyin qandoq bo'ladi? Azmat mang'alam, Tursun-Gulxon Oyxon onadan o'ch olam. Tafsilotga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asarning davomida bo'lsin. Kechir ona 2-bölüm. Azmat ve başka muallimler avtobusga chiqib, bir soat atrofida mang'andan keyin noyalik ma'rif idorasiga yetib keldi. Azmatning muallimi Anvarjon muallim va boshqa o'qituvchilar Azmatni elib idoraga kirdi va Azmatni idoraning bir yotiqiga akirib qo'yib, boshqa muallim bilan idora boshlig'ining yeniga chiqib ketdi. Azmat yotoqqa kirib qarab edi, yotoqning karavotlarida 3-4dan 7-8dan yig'ilishib, gohlaridan o'zining gapini qilsa, gohlari o'zini qimor shoyi chaqlab qelishdimi aytavur, yig'ilishib qart o'ynab o'ltirayotganligini ko'rdi. Azmat eshikdan kirib, boshqalar bilan kar bo'lmay, atrofga bir qo'r nazar solib etib, bir bo'sh o'rin borligini ko'rdi va u yerga berish uchun boshqa bolalar varang-jurang selishib qiziqarli gap so'zlar bilan o'zlarini xushal qilsa, Azmat hech bir gap qilish u yoqda tursin, boshqa qiziq paranglarni qilayotgan bolalarga qaraydigandagimi qilmaydi. Qaramoqqa Azmatning o'zi bu yerda o'ltirgan bilan ko'ngli oshu sahroda qolgan mehribon onasini o'ylayotgandaglik qiladi. Azmat onasini xiyol qilib, onasining nurg'un mushaqqatlarni tatib, o'zini yaxshi turmushga, yaramliq odam bo'lishga yaxshi fursatlarni hozirlab berganligiga ich-ichidan tashakkurlarni aytib, o'ylab turgan mushu vaqtda bir yoqida to'plashib o'ynayotgan bolalarning orasidan egiz bo'y, qoshlarini yo'g'ib olgan, kiyinishlari boshqa bolalarga qaraganda alohida bir o'quvchi Azmatni chaqirib: "Hey, isming nima?" Azmatning butun xiyoli onasida bo'g'ashqa, bu o'quvchining gapi Azmatning quloqiga kirmayotgandek qiladi. Oradan 1-2 minut o'tib ketdi. O o'quvchi yana chaqirdi: "Hey, sening isming nima deyapman?" U o'quvchi
Azimatning yana javob qaytarmaganligini ko'rib, "O haromliq, akang qarag'ayni ko'zingga ilmayib otamsan?" Azimat o'ziga tekkan ikki tastakdan o'shini yig'ib, "Sen kim? Nimishqa meni bekordan bekor urasan?" "Men kim? Kim da'vatamsan?" "Men-chi, sening akang." Azimat turibli qilib, darholla, "Akam? Onamdan hech bir sendak akamning borlig'ini anglamabdi ekanman. Dadam qaysi ko'chalarda seni tepib qo'ygan bo'g'aydi?" Azimatning gapini anglagan boshqa bolalarning hammasi kulishib ketdi. Bu o'quvchi boshqa bolalarning oldida xijil bo'g'anligidan o'pkidek esilib, Azimatga qarab, "Ey, yalangto'sh, sahrolik tompay. Sen dehi qo'rqmay meni haqoratlayapsan? Amasa sen nimishqa?" Azimatning gapining oyog'i chiqmayla, o o'quvchi Azimatning oldiga edilib ketla, Azimatni yana ishga ko'chat silabatdi. Azimat darhol inkosini tez qilib, "Qo'yatin gap qilmasam yana urvatamsan? Sizlar oshnan yeysanglar, bizmi oshnan yegan. Onam menga kepak berib boqmagan." Azimat o o'quvchining kekirdigidan ching siqib, tomga tarab qo'ydi. Boshqa o'quvchi bolalar ahvolning nacharligini his qilib, ularni ajratib etish uchun kelgan mush paytda Anvarjon muallim kirib qoldi. "Hay, sizlar nima ish qilyapsizlar? Azmat, nima ish qilyapsizlar? Uni qo'yib et. Olim, sen uni qo'yib et." Anvarjon muallim ularni ajratib etib, "Sizlarga nima ish bo'ldi? Hay, olim, sen da baqa. Nima ish bo'ldi? Ishkanglar nima ishga urushib qoldinglar?" Olim bo'lsa, xatolik o'zida bo'lgandan keyin gap qilanmay, yerga qarab, tirnoqini tatlab turdi. "Azimat, senda zoda nima ish bo'lgan edi?" Azimat beshini ko'tarib boshqalarga qaradi. "Qo'rqma, tezda." "Muallim, men o karvatda o'tirgan. U meni chaqiribdi ekan. Men anglamabdimi? U kelibla meni ishga ko'chat urdi. Men o'zimni o'ngshab bo'lgicha meni sadgaplar bilan haqoratlab, yana meni urdi. Shu men o'zimni tutolmay urishib qoldim." Azimat ahvolni aytgandan keyin Anvarjon muallim boshqalarga qarab, "Azimatning degan gapi rostmi?" degan bo'lsa-mu, ulardan hech bir sado chiqmagan edi. "Suv ketib tosh qoladi, o'sma ketib qosh qoladi" degandek, ular Anvarjon muallim chiqib ketib bo'lgandan keyin olimning o'zidan o'ch elishidan qo'rqatdi. Anvarjon muallim, "Yana bir qaytam sizlardan savol so'rayapman." Anvarjon muallim ulardan yana bir qaytam so'radi. Lekin yanala hech bir sado chiqmadi. Anvarjon muallim ochiqlab, ularning orasidan ozroq siymiz, chochlari budir siyriq kelgan bir o'quvchini tortib, "Nijot, sen degina, agar rost gap qilsang, sening hiliqi ishingni ota-onangga aytmayman. Agar yolg'on so'zlasang, ota-onangga aytgandan sirt, sen ishkirdagi to'liq o'tir maktabga berishdan quruq qolasan. O'zing tanla." Bu Nijot intayin qo'rqinchoq bo'lg'achqa yig'lab soldi va "Muallim, unda qilmang. Men rost gap qilay. Olim, o yangi kelgan bolaning ismini so'rgan edi, biroq u javob qaytarmagan. Olim beribla uning yuziga ishki qachat soldi." Anvarjon muallim olimning yeniga kelib, "Bilishimcha, sening ota-onang xeyli bilimlik odamlar. Sen nimoncha?" "Bo'ldi. Mudirning qishig'i chiqqanda deyishiman. Yura." Anvarjon muallim olimni ittirib yotoqdan ip chiqib ketdi. Azimat boshqalar bilan yotoqda qilib, ular bilan bir qo'r tonishib oldi. Boshqalar o'zining xato qilganligini bilib, Azimatdan hammasi kechirim so'radi. "Kechirgan, biz uni oshkorlab qo'ysak, bizdan o'ch oladi." "Bo'ldi ag'illar. İnsanның en güzel fazileti apuchanlik. Apuchan bo'lgandila nafratni muhabbatga, dushmanni do'stlikqa aylantirg'ili bo'ladi." Azimatning mushundoq ko'ks qornining kang bo'lishini, boshqalarga illiq muomala qilishini Oyxon ona Azimatning yuragiga singdirib o'tgan edi.